Lekşimizden ahire devamını sözleyimiz. Hürmetlik vatandaşım, dikkat kılışınızı ümit kılımız. Tokunuştan saklanıqılı olmaydı. Amerika Qo'shma Shtatlar Jungo munosabatini belgilaydigan 3 cho'ng o'zgaruvchan omil. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo munosabatini belgilaydigan 3 cho'ng o'zgaruvchan omil. Mavzuli xabar 10-oyning 19-kuni Dovit orbitida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlan. Beijing vaqti 10-oyning 18-kuni Filippinning prezidenti Jungoni ziyorat qilgan bir paytda mayli tashqari dunyo jamoat fikri bo'lsin yoki Jungoning ichki qismidagi matbuotlar bo'lsin, Jungo taraf Filippin bilan savdo madaniyat matbuot sohalarida kelishim imzolaganda ehtiyot qilish kerak deydi. O'tgan yili Jungoning ichki qismida Amerika Jungo munosabati 0 nuqtaga kelib qoldi. Amerika Jungo munosabati Amerika Jungo munosabati cho'ng davlatlar o'rtasida tirkishish munosabatiga tushib qolamdi. Yo'q deydigan ko'z qarashlarmi avj oldi. O'xshashla Amerikadami Jungo siyosati munozarasi qo'zg'aldi. Jungoning bosh ko'tarishiga qanday muomala qilish kerak? Biz zade nima qilishimiz kerak? Amerika Qo'shma Shtatlari zade biz Jungoning oldida nima qilishimiz kerak? Deydigan jiddiy kayfiyat ishidagi munozaralar qo'zg'aldi. Hozir 2016-yili Amerikada o'tkaziladigan cho'ng saylamning eng oxirgi bir qatimliq munozarasi Las Vegasda o'tkaziladigan bo'ldi. Saylamning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan bo'lgan munosabatda 3 cho'ng o'zgarishchan omil bizdan tadqiq qilishimizga arziydi deyildi xabarda. Oldi bilan Janubiy dengiz Amerika bilan Jungo o'rtasida aylanib o'tib ketgili bo'lmaydigan masaladir. 2015 yilining boshlab Amerika Janubiy dengizga orilishdan qadamini tezlatdi. Qisqasi Amerika bilan Jungo o'rtasida Janubiy dengiz talash tortishi, to'qinishi, portlash mumkinligi ko'paydi. Bo'libmi Gaganing qaroridan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz armiyasi Jungoga bosim ishlat, vaziyat jiddiylashib ketdi. Uningdan qolsa soat sistemasi masalasi Amerika bilan Jungo o'rtasida mo'tadil mavjud bo'lib kelmoqda. Gaaga qaror e'lon qilinib bir necha kundan keyin Amerika soat sistemasini Koreyaga o'rinlashtirganligini jakardi. Qaramoqqa Amerika havo matkalarning Amerika dengiz armiyasining dengiz sap tortishiga moslashganda ko'rinsa, masalan, soat sistemasini o'rinlashtirib, Janubiy dengizda Amerika dengiz armiyasining sap tortishiga moslashganda ko'rinsa, Jungoning Janubiy dengizdagi diqqat kuchini chechib etib, Janubiy dengizdagi harakatini cheklash amaliyotda bo'lsa, bevosita Jungoning darvozasiga yaqinlab kelib, Amerika bilan Jungo elishadigan maydonda Amerika go'yo Janubiy dengiz masalasi diplomatiya sohasida g'ilpal ko'rinib qo'yib, haqiqiy maqsadni sharq shimolga yuzlangan soat sistemasini o'rinlashtirishning ustiga qo'ydi edi. Soat sistemasi o'rinlashtirilgan 2 to'lqinliq radarning Koreya uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Biroq Jungoning yadro tahdidi, yadro bilan zarb berish kuchiga intayin zo'r tahdid paydo qiladi. Soat sistemasi en ahırı amel sel qarashqa bo'lmaydigan Amerikada elib berilayotgan cho'ng saylam. Tahlilchilar mundaq hisoblaydi. Kim prezident bo'lib saylansin, o'xshashla Jungoga salbiy ta'sir paydo bo'ldi. Hillary Clinton xonim Osiyo qaytib kelish strategiyasini tuzguchilarning biri. Hillary Clinton xonim Oqsaroyga kiradigan bo'lsa, Osiyo siyosatini eg'ishmay ilgari suradi. Shundaq bo'libla qolmay, Hillary Clinton xonim ideologiya, qimmat qarashlari, siyosiy tuzum jihatlarda qattiq qiyofatini ko'rsatdi. Demak, biz oxirgi jumlaga diqqat qilaylik, Turani apandi. Bu qatim prezident bo'lib Hillary Clinton xonim saylanadigan bo'lsa, ideologiya sohasida, qimmat qarashlari sohasida, siyosiy tuzum sohasida qattiq qiyofatini ko'rsatdi Jungoga deydi. Bu vaqtida uning ichki ishig'imi gap qiladigan bir prezident Amerikada o'ttirig'i chiqqadak deymizda shundan qaraganda. Ikki taraf nazarga olganda, birinchisi Osiyo Tinch okean rayonida Jungoni qorshab qoladi. Ikkinchidan Jungoning ichki qismini ta'minlashni ishga oshirdi. Mush so'zni tushunmadim. Jungoning ichki qismini ta'minlashni ishga oshirdi degan nima? Masalan, buni nima ekanligini tushunmay qoldim. Xabarda shundaq deyildi, men shundaq yetkazdim.
tasavvur qilishimizga bo'ladiki, kelgusi Amerika Jungo munosabati qatma-qat ziddiyatlar ichiga kirib qoladi. Hürmetli Turani Efendi, men başta aytdim, Amerika'nın Jungo'ga maqsadi nima? Biz bunu aniq bilmaymiz, lekin maqsadni Amerikaga biz teng'avatimiz dedik. Bunun ma'nosini konkret aytganda, Rossiya Kreml imperiyasi kommunizm Yevropaning bir qismida halok bo'ldi. Jungo kommunizm imperiyasi ham halok bo'lishi kerak. Rossiya kommunizm imperiyasi halok bo'ldi, xalqlar demokratik tuzumga erishdi. O'rta Osiyodagi millatlar mustaqillikka erishdi. Xuddi shuningga o'xshash biz talab qilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Rossiyaga qanday siyosat qilayotgan bo'lsa, Jungoga ham shunday siyosat qo'llanishi kerak. Biz shunday deymiz, bu bizning umidimiz. Bu bizning umidimiz, bu bizning talabimiz. Amerika xalqiga qo'ygan talabimiz, Amerika hukumati qo'ygan talabimiz. Masalan, bunun beşide bizden bu talabning paydo bo'lishi sabab bo'lgan narsa nima? 1998 6 ayning 27 kuni sobiq prezident Bill Clinton Beijingda Jiang Zeminning oldiga qo'ygan 21 turlik masalaning ichida Shangang masalasi, Tayvan masalasi, Tibet masalasi, Uyg'uriston masalasi, yani Sharqi Turkiston masalasi bor. Şunu biz şu ümittin bugünkidek ümit var bo'lib yetishdik. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati dal shunday paytda ham Rossiyaga qanday siyosat qo'llangan bo'lsa, ayni chog'da Jungoga ham shunday siyosat qo'llanish kerak deydi.